Jabbor Toshev institutini bitirib kelib, mana shu yerda ishlaydi deb qurilgan. Mana qarang, taqdir taqozosi bilan kelib mana shu yerda biz uchrashuv o'tkazyapmiz. Mana shuni motivatsiyasi, mana shuni haligi bizga bergan, biz uchun qurilgan klub deyilgani uchun biz ana shuni majburiyatini yelkamizga olib, kerakli joylarga borib o'qib va mana shunaqangi mutaxassis bo'lib yetishishimizga sababchi bo'lgan joylar shular. Bu yerda mana men boshqa maktablarga ham borishimiz kerak, uchrashishimiz kerak. Ikkinchi maktabga uchrashyapmiz. Yaxshi kelinglar. Men sizlarni bugungi ro'za ayyomini oxirgi kuni, ertangi hayit bilan, kirib keladigan mustaqillik bayrami bilan bag'rimga bosib har bittalaringizni tabriklayman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Juda ham sog'inganman. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Mana har kun televizorda ko'radigan paytlaringizda bilinglarki, men ham sizlarni his qilib ko'rib turaman. Rahmat. Mana vaqtimda sog' bo'linglar va mana shu bugungi ziyolilar tomonidan qishlog'imizdan 40 ga yaqin olim chiqqan. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bitta qishloqdan Qashqadaryoni. Endi butun Qashqadaryoni tasavvur qilavurlar. Sizlar ham o'quvchilar, bolajonlarim, mana shu ziyolilarning orqasidan ziyoli sifatida kelajakda shunga intilib, nasib bo'lsa sizlar ham ana shu Toshkentlarda, Samarqandda, Qarshida, boringki chet davlatlarda o'qib, mana shularning safiga qo'shilishingiz kerak. Kelgan mehmonlarga xush kelibsizlar deymiz va mana shu Texnika universitetining professori, yaqinda doktorskiy o'qiladilar, Aliqul akam, uni ustiga bir 6-7 ta doktorant ham tayyor qilib turibdilar. Bir qancha doktorlar chiqadi endi bu kishini orqalaridan. Qishlog'imizda faxri. Biz havas qilganmiz, shu odamga havas qilib biz institutlarga kirganmiz. Shunaqangi bir ajoyib inson Aliqul akamga so'z bersam, Aliqul akam o'zlarining sog' va salomlari bilan, Aliqul akam o'zlarining fikrlari bilan kelganlar. So'z hozir Aliqul akam rahmat qilishdi. Ham hojota, ham kashfiyotchi olim, ham shoir. Bu kishining hislatlari juda ko'p, baxtli bo'lsa. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, hamqishloqlar, nabiralar, qizlarim. Men juda hozir to'lqinlanib qoldim, islom davrlariga tushib. Mana Navruz, eng bu ro'za oyi, eng muqaddas oy ichida sizlar bilan uchrashib turganimizdan juda xursandmiz. Men ko'p yillar shu qishloqdan chiqib ketib, 69-yil chiqib ketgan bo'lsam, o'shandan beri ilm shogirdlar bilan birgalikda ilm qilib yuribmiz. Shu qatorda shu ish jarayonlarimizda ancha kitoblar yozdik, ancha shogirdlar chiqardik. Men shu qishloqdan yanada ko'p olimlar chiqishini istayman, izimizdan borishni istayman. Mana hozir shogirdlarimizdan Bahrom Fayziyev doktorlik ishini va boshqalari, mana men bilan kelgan bu yerda Jahongir Fayziyev, Bahromning o'g'li, Bahromovich, yoki mana bu yerda Mahmanov Ergash turibdi, kandidatligini qo'limizda qildi, endi yaqinda doktorskiy qiladi. Mana shular bilan biz faxrlanamiz. Bizning qanoatimiz ham, tayanchimiz ham shu. Yana bitta shogirdim bor, mana o'tiribdi yerda Jumoqul, uni ham kitoblari tayyor, nasibasi yaqinda chiqadi. Sizlarga bayram bilan tabriklayman hammalaringizni. Ota-onalaringizga yetkazingizlar tabriklarimizni. Bor yo'g'i eng yaxshi o'qiydigan 5 ta o'quvchiga Qamashi qishlog'i ziyolilari bor, 40 ga yaqin Toshkentda. Fond tuzganmiz, shu fonddan stipendiya taxlaganmiz. 5 ta kishiga shu mukofotlarni beramiz. Keyin o'zimning shaxsan muallifligimdagi kitoblarimni olib kelganman. Kutubxonalaringiz uchun bu kitoblarni ham topshiramiz. Yanagi kelishlarda yana sonini ko'paytirib keltiraveramiz. Mana bu mayli Ergashdan olib kelaqoling kitoblarni. Men bitta narsada faqat o'zim topshirasiz. Mana shu kitoblarimizni ishdan mana bu kitobimiz Qamashi xalqining kitobi bo'la qolsin shu. Sababi bu O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligida O'zbekistonda birinchi o'rinni oldi darslik masalasida. Texnika universitetlari uchun darslik deb vazirlik shuni tan oldi va biz
xursand bo'ldik mehnatlarimizdan. Bunga faqat mening mehnatim emas, shogirdlarimning ham mehnatlari bor. Kompyuter ishlarida, texnik ishlarda. Bu kitobning elektron variantini do'stlar sizlarga topshirib ketamiz. Bu kitobni o'zining bibliotekasiga topshiramiz. Mana bu mening o'quv qo'llarimdan, mana bu mening yana ayniqsa fiziga hammasi bolalar, o'qituvchilar bemalol o'qituvchilar foydalanishi mumkin. Bu yerda mana Jumoqul bilan she'riy kitobcham ham bor. Onda sonda zerikanda Jumoqulda o'tirganda she'r ham yozamiz. Yashay. Sizlarga rahmat. Kelinglar texnik universitetga, men Qamashining farzandiman deb kelaveringlar o'qitay degan bo'larsiz. Ko'plarsiz ota-onalaringizni o'qitdi. Rahmat. Endi yana bitta narsani mana hozir domla aytganlaridek bir narsani aytib o'tib ketay. Men narigi maktabda aytishga unutumman. Azizjon, domla bitta narsa bizni mana shu qishlog'imizda Murodulla degan yigitimiz bor. Murodulla. Endi Rajabov dadalari qazo qilgan, shu kunlarda tadbir bo'lganligi uchun o'zlari kela olmadilar. Kelin bilan birgalikda kelishlari kerak edi. Shu ikkalarining ta'sischiliklari ostida Qarshida juda katta kontingentga ega bo'lgan institut ochildi. Ular ham bizni ziyolilarimizdan, ular ham mana shu bolalarni o'sha yerga o'qishga taklif qilib, men o'shalarning nomidan sizlarni mana keyingi yildan o'zimizda o'sha qishlog'imizda yigitlar sizlarga o'qitadi. Qishlog'imizda bolalar sizlarga o'qitadi. Borsanglar yordam beradi. O'shalarni universitetga ham sizlarni taklif qilamiz. Qolaversa mana meditsina fanlari nomzodi ukamiz Shukurlajon kelganlar, mana Shuhratjon kelganlar, ziyolilar guruhidan. O'shalarda yigitlarda ziyoli guruhlarda vakil sifatida hammalari kelisha olmadi. Hozir endi mana shu mukofotlarni Azizjon agar kelsangiz, shoir olamiz ham kelsangiz, birgalikda shularni topshiramiz. Ustoz ruxsat bersangiz, o'quvchilarni men aytib beraversam qisqa-qisqa, sababi qolgan maktablarda ham kutib turibdi. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Qamashi elini eng aqlli, ziyoli, tadbirkor, tashabbuskor insonlari, ota-onalari